Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun men bir xabar kelib qopti bir yerdan, ayrimxonamga. U bo'lsa Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasining lideri Ablajon Laylaman efendimning so'zi ekan. Bu yoqning so'zida to'g'ri, mujmal, xato deydigan 3 nuqta bor ekan. Birinchisi to'g'ri degan yerini deyli. Bu yerda Ablajon Laylaman efendim debdi-ki, Nurgül Savut'nunki G'ulom Osmon efendini sotqa beraman deganni qilg'ini bo'ladimi deb birsi savol so'rabdiki, bo'lmaydi debdi. Bu to'g'ri. Endi bularning deyishicha, ya'ni Nurgül Savut guruhining deyishicha, Tayvandagi ya'ni Minjingdang Mingzu Jijinghui ninki yordami ostida Uyg'urlarga bir markazdan boshqariladigan xalq saylimi qilib hukumat qurib beradigan bir ishga qopdi emasmi bular? Bir ishga qopdi. Bu yerda u ishga paloni pokollar qo'shildi, G'ulom Osmon qo'shilmadi. Qo'shildi, qo'shilmasa da'vo qilib sud orqali bir nima qilamiz degan gapni o'tganda Nurgul Savut degan emasmi? Shu to'g'riliq bir savol so'rabdiki. Qiziq qarindoshlar. Bu ishlar shu o'xshash yo'sinda takrar mengotidi. Masalan, 2019-yili G'ulom Osmon efendi hukumatning ishini ichib o'tib, xalq vakillarini davlatdan qabul qilib, hukumatni kuchlantirib Xitoyga qarshi turayli degan uqtirishni chiqargan. Shuning bilan shu yilnisi davlatlardan millat vakillarini qabul qilib, hukumatni kuchlantiramiz degan bir faoliyatlarni ipag'an bu surgun hukumat. Bu millat vakillari kirgandan keyin qisman dushmanlarninki yomon yo'llarni ko'rsatib o millat vakillariga ularning boshlarini aylantirib qisman millat vakillarini yomon yo'lga boshlab ketdi. Ama asosiyati ko'p sonliq yani shu hukumat qoldi. Az sondagi millat vakillari ishinib qoldi o niyat buzuq odamlarga. Endi bu yerda bultuq yillikda birisining degan bir gapini deb beray. Ben Rossiyada turadigan Dilmurat deb bir Uyg'ur bolasi bor. Qirg'izistonlik dedi. Shu bola bir WhatsApp topda uçakda va o biz G'ulom Osmonga qarshi turgan deydi. Shu millat vakili bo'lib umi kirgan emasmi? U shu Rossiya uzun to'g'ashqa rost gapni deb etib qoldi u. G'ulom Osmon ko'pchilikni chaqirib, hukumatni kuchlantirib Xitoyga qarshi turayli desa, ular G'ulom Osmon qarshi turayli degan shiorni to'g'ri demasmi? Ya'ni ko'p sondagi millat vakillari mishadi qoldi-ku, osondikilari u. Shunga o'xshash G'ulom Osmon ya'ni Xitoyni xalqaro jinoiy ishlar sotiga berdi. Xitoyni de. Endi bu
Xitay demokratlarından ilham ip kelgan bu Nurgul Savut bu G'ulom Osmonni sotqa vermoqchi bo'libdi. Gepi kirmasida Aşnınki chaqagan saylamaga bormasa. Qarindoshlar, manda ishlar bor, man uqib qo'yinglar. İkinci bu Ablacan Leyliman'ınki mecmel gibi kelsek muşu Nurgul Savut'unki Tayvan'dan ilham edip iqsat edip muşu işini qo'zg'ayotganligini biladi. Ochiq bir nim demaydi. Demabdi bu gapini-chi. Ochiq bir nim demabdi. Sizning bu sayliminglar to'g'ri emas, bunda qilsangiz bo'lmaydi demay mujmal suvab o'tib ketibdi. Oxiri xato gapni qilibdi dedim-ku. U nima xato desanglar qarindoshlar, Ablajon Layli apandi xuddi o'zi degandek shu 2004-mi, 6-mi ish qilib shu yillarda bu hukumatga sürgünde hükümetke kirip vazifelerni ilip xizmat qilgan. Şu 2018-yili bu yitib ketgan bu Ablajon Layliman. Ben sordum öz ağzım bilen Ablajon Layliman'dan. Oy bu siz uzun yıl işleyen hükümetten nemişki çıkettiniz? Desem ben istifa berip çıkettim dedi. Ablajon Layliman efendi öz ağzı bilen. Bugün kunlik kelgan chog'da bu efendim hükümet quraman deb yana adam tashkillab boshqa yerlarda yuribdi. Qarindoshlar, istifa berib chiqayotgan odam hukumat qursa bo'lamdi bir yerda. Gapi qistirib qo'yapti. Ashuna qilsa bo'ladigan yerini tushundiga o'xshaydi xalqlarga. Kim qilsa bo'laveradi deb. Ammo buningga faqatla bo'lmaydi-da. Bu istifa berib chiqayotgan. Özününki qaytadan hükümet degan yerga keladigan salohiyatini o'zi ep tashlagan. Shunga bu hükümet to'g'riliq gap qilsa Ablajon Layliman faqatla to'g'ri bo'lmaydi. Xatodan xato gap. Bir kuni chapanni o'ng kiyib, ertasi ta'tir kiyib chiqsalam hisob bo'laveradigan ish emas-da. Bu xalqning ishida bu. Necha milyon xalq ayda qirilib ketmasa, bular bu yerda bunda o'yinlarni o'ynab yursa qanday bo'ldi? Uning ustiga bu Uyg'uriston tashkilotining yana bir vakili bilan bu Ablajon Layliman efendi buldu ma Indigenous qurultayninki Oliy Kengash yig'inda, ya'ni Germaniyada ochilgan Oliy Kengash yig'inga qatnashib, ashad o'tirib keldi. O'tirib kelsa nima bo'pti demamsizlar? Indigenous qurultayni bultoq yillikda bu qurultay Uyg'ur xalqini indigenouska kirgizib o'tibdi, davlat qurmagan, davlat quranmaydigan yerga kirgizib o'tibdi deb 10 minglagan odam imzo atganda. Bu Ablajon Layliman efendi o partiya a'zosi bilan ikkisi berib, aş 10 ming odamning qarshisiga chiqib bu indigenouslар bilan eg'iz burun yalışıp keldi. Yana teqe tutuq qo'yamay, biz on devettik u yerda, man devettik deydi. Qarindoshlar, hammanglarning xabari bor, Indigenous qurultiyi faqat
o'ziga o'xshash fikrdagilarni chaqirdi yig'inga. O'xshamaydiganlarni dassetmaydi. He? Xitoydan ayrılmaydigan ideyasi bağlarni chaqirdi yig'inga. Xitoyni dushman tutadigan biz mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi deydiganlarni yaqin yo'latmaydi. Demak, bularmi shu Indigenous qurultayının hamiyligida hukumat quramiz deb yuribdi. Buningmi 100% xato. Demak, gapni yig'ishtirib aytsak, bu bizning Amerikadagi sürgünde hukumatimizni, mayli hukumatda ishlab chiqayotganlar bo'lsin, mayli hukumat kirib boqmaganlar bo'lsin, nim bo'lsin, buni ag'dirib o'zlari birlari Indigenous qurultayga bo'ysundigan, birlari kommunist Xitoylarga bo'ysundigan, birlari Turkiyaga bo'ysundirgan, birlari demokrat Xitoylarga bo'ysundigan ashda birlarni o'ttirliqqa paydo qilib chiqmoqchi. Men buni ko'pchilikning saniga solib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Xayri, qarindoshlar, Allohga omonat.